Hadis qudusiy Alloh taoloning aytgan so'zlari. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilhom suratida kelgan so'zlar. Agar Alloh taoloning so'zi Jabroil alayhisalom orqali jo'natgan bo'lsa, bu Qur'on oyati bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizni bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa, Jabroil alayhisalomning vositasiz, bu hadisi qudusiy deyiladi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin, men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishingni meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi?